Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hammalar sog' salomatmisizlar? Mana obyektimizni yakunlayapmiz. Balolarimizni urib oldik. Bugun ishimiz oxirgi kuni, xudo xolasa tugatamiz. Qirg'li balolardan 500 markali. Yig'ishtirib tozalab, xudo xolasa egalariga topshiramiz. Ob-havolarimiz juda ham yaxshi. Hatto ukaxonimiz yig'ishtiryapti. Zatilla hormi, Zatilla? Charchamayapsizmi? Yo'q, charchamayapman. Bugun oxirgi kunmi, xudo xolasa? Yig'ishtirib a? Obunachilar nima qilsin, obunachilar? Like bosib, obuna bo'lib qo'ysin. Qo'llab tursin a? Mana akalar, shunaqa uylarimiz, derazalari, eshiklari. Katta oshxonamiz. O'rtada koridorimiz mana. Kiraverishda ustamizning boshi mana shu bola bo'ladi. Bittimiz hammom, dushimiz. Mana kerak uynalar o'rnatiladi. Bu parelka. Parelka hisobidan nariq balkonga chiqish. Bittimiz kat yo'l bo'ladi. Kat yo'l xonamiz. 1 metrga 1.75 deraza qo'yilgan. Bittimiz spalniy xona, yotoqxona, bitta hammom, tualetga, dushga joyimiz bor. Derazamiz qo'yilgan 2.60 ga 2.75 bo'yi. Bittimiz ham yotoqxona. 2 metrga 2.75 deraza qo'yilgan bitlarga. Garderob 80 eshik qo'yilgan. 2.5 ga 1.65 eni. Koridorda oxiriga moslab qo'yilgan bu. Bitta yotoqxonamiz. Bitta ham garderobi narada dushiga joy qilingan. 2 qator bilak urildi. 2 qator bilak urilgan sababi bizdan oldin bu yerda boshlashgan, bir qator urib turib ketib qolishgan ustalarimiz. Piltada turba tashalmagan kanalizatsiyalarga. Hammomiga, kanalizatsiyalarga turba tashalmagani uchun uyda egasi piltani ustidan turba montajlarni qilib ustiga kelgan 50 sm tupli poli, penoplasi, stяжкасы keyin montajdan keyin keramizni tashab to'ldirib to'g'rilagan akalarimiz kecha pirimichkalar o'rnatganmiz. Shular qo'yib qo'yadi. Ustaga charchamayapsizmi ustaga? Yo'q, charchadim. Oxir bugun tugatamiz-da, xudo xolasa. Topshirib olsak egalariga. Mana bu Muhammad Qodir ham tepada. O patpichilar so'rayapti sizni Muhammad Qodir. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar?
Mana shu bolamiz eng chaqqon epchil, mana shu tepalarda yurib ishlarni qilib beradigan bola mana shu bo'ladi. Eng yoshimiz, eng kenjamiz, ham bo'ydag'imiz mana. Xudo xolasa bu bolani ham va gupillatib yaxshi kommentariylar yozishib. Endi buni mana tepadan ko'rinishlarini olib beraman, xudo xolasa. Chertoj bo'yicha hamma razmerlari, hamma xonalari xudo xolasa to'g'ri chiqyapti. Mana tabiat qo'yini. Legendamiz mana. Shunaqa joylar tinchgina. Mana xonalarimiz. Shunaqa uylarga qiziqayotganlar bo'lsa, chertojlari bor, razmerlarini tashlab beramiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Endi bu yerga sisma poyiz qo'yamiz. Tashqarisida fasadga only bilay urib chiqamiz. Tashqi tarafiga only bilay ursak, ichkarisiga apalovka qilib, karkas to'qib arma poyiz qo'yamiz, polni aylantirib. O'nto'rt qator urildi. Derazalarning bo'yi 2.75 dan. Eshiklarimiz 2.38 dan qo'yildi. Shunaqa gaplar.